Assalomu alaykum. Ochilmagan sir ko'rsatuvdan xabarim bor. Juda ham yaxshi ko'rib, o'zim har bitta sonni kuzataman. Yaqindagina shu yil boshida olingan Parizoda pana qismida ham o'zim aktrisa sifatida ishtirok etgandim va juda ham havas qilgandim. Ya'ni shu ko'rsatuvga modellik sohasini ham sir asrorlarini o'zimning hayotimdan bir qismini olib chiqishni niyat qilib qo'ygandim. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Hammalar bilan ko'rishib turibmiz. Rahmat, taklif uchun juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Haligi men sizni konsertda ko'rgandim. Xo'sh. To'g'risi 14 ta qiz ichida faqat sizni kuzatdim. Bir chekkada o'ynasangiz ham e'tiborimni rosa tortdingiz. Shunaqa deng. Yuring, haligi biror joyda o'tirib gaplashsak bo'ladimi? Voy, uzr. Meni vaqtim yo'q edi. Rahmat. Tavba. Kelib shu bitta gapni gapira olmaydigan odamga turmushga chiqaman. Bu qiz o'zicha meni mensimayaptimi? Hali qarab tur.